Qizlar bunga har bitta sabzavodni ham prosto shundoq o'zini tashab, yarim piyolacha suv bilan shuni eng past olovda shunaqa joylab bor. Gaz juda ham past. Mana shu past olovda ham ovqatingizni bir xil maromda pishirib beradi. Qizlar вообще idealniy qozonlardan bittasi. Juda ham zo'r aytdim-ku, buni analogi yo'q. Buni ruchkachalarini qaranglar, buni tuzilishini qaranglar, bu ham akkuratniy, stilniy qilib chiqarilgan. Kattasi 9 litr, yana chizib ham qo'yilgan har bittasini qanaqaligi. Shunda ozun yopasiz konveksionni уже multivarkada sizga pishirib beradi. Go'shtlarni ham multivarkada pishirib beradi. Men o'zim ikkita multivarkam bor, ishlatmay qo'yganman. Bitta olganman, yaxshi olmaganman. Kitayskiy olganman, yoqmagan. Keyin Koreyani o'zidan zakaz qilib olganman. Yaxshi, u yomon emas. No, уже bu qozonni olgandan keyin odam multivarka ishlatgisi kelmaydi. Tabiiy, shunday hech qanaqa plastik yo'q, hech qanaqa chugun yo'q, hech qanaqa teflon emas. Meditsinskiy staldan qilingan qizlar.